Assalomu alaykum, barchaga salom. Sizlar bilan Globus Viza markazi. Navbatdagi mijozimizda vizalari chiqdi. Undan tashqari mijozimizda turmush o'rtog'iga ham viza qildik, ya'ni turmush o'rtog'ini Yevropa hamda Angliyaga olib borib sayohat qildirib kelmoqchi. Demak, mijozimiz bilan o'tgan yili Yaponiya vizasini olganda tanishganmiz. Mana vizasini. Mijozimiz Yevropada ishlaydi, ya'ni trak haydovchisi. Mijozimiz ayolini Yevropaga olib ketmoqchi bo'lib, lekin ayoli uy bekasi shuni yo'llarini qanday qilib olib ketsam ekan, chunki oiladan uzoqda ishlash baribir oson emas, baribir qiyin. Shuni yo'l yo'rig'ini izlab yurgan paytda tanishganmiz. Mana 26-yilga kelib ayollariga 1 oylik Litva Schengen vizasini oldik hamda ayollariga sayohat qilish uchun 6 oylik Angliya vizalarini oldik. Demak, mijozimizga shu bo'yicha ozgina fikrlarini so'raymiz. Olmazbek, xush kelibsiz. Rahmat, Shu viza jarayonida qanday biz bilan birga ishlaganda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Hammasi qoniqarli, yaxshi, yomon, ozgina biz obunachilarimizga fikrlaringizni bersangiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Avvalambor bu akamizni tanlab adashmabmiz, chunki hujjatlarimizda kamchilik bo'lmagani sababli bir urinishda 20 kun mobaynida ham Yevropa ham Angliya vizasini qo'lga kiritdik. Bu viza sentrga minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ishonchli bu Abror akamiz kam chiqim yaxshi rezultat qilib berar ekan. Xudo xolasa bundan keyingi ishlarimizni ham siz bilan olib borish niyatlarimiz bor ekan. Rahmat, katta rahmat. Hurmatli obunachilar, agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Amerika, Angliya, Yevropa Schengen vizalari yoki Kanada, Avstraliya sayohat, biznes hamda student vizalari kerak bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqinglar. Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.